ishlarim yaxshi ketdi, endi kuchayib ketdim, krutoy bo'lib ketdim-da, xohlagancha berdim. Men o'zim biznes qilaman, sizni orqangizdan yurmayman. Chiqayotgandim, ancha yurgandan keyin dadam to'xta dedi. Xudoga shukr. Dadam qaytarib bersa kerak deb keluvdimki, telefon bilan sim kartani ham qo'y dedi. $200,000 atrofida qarzga kirdim. $200,000 u paytdagi hozirgi $200,000 emas. U seryozni $200,000. Bir restoranning oldiga borganman, qiyin kunlardan biri. Endi qishloqdan kelgan, kiyinishimiz xunukroq, basharamiz ham, gapirishimiz ham qishloqcha. Kirgizishmadi. Xurshid To'rayev Urgut shahrida tug'ilgan. SFX Samarqand City Stroy kompaniyasi asoschisi. Urgut shahrida selofan ishlab chiqarish zavodidan ish faoliyatini boshlagan. Keyinchalik Samarqand shahrida o'yinchoq, LED lampochkalar ishlab chiqarishni va sement zavodini tashkil etgan. Hozirda biznes hamkorlar bilan Samarqand City kompleksini bunyod etmoqda. Mega trening 2022 spikeri Xurshid To'rayev. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, forum ishtirokchilari. Mani subyektiv ko'rsatuvini ko'rdinglarmi? Menimcha shunga yangi qahramon kerak bo'lgan, meni chaqirishgan. Bugun men shu sahnada so'z so'ylaydigan qobiliyatim yo'q deb o'ylayman. O'zimni unaqa darajadagi bir speaker deb bilmayman, lekin taklif qilishgandan xursand bo'ldim. Men asli Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilganman. Urgut tog'li zonalar, tog' toshlarning orasida maktab yillarim, maktab davrlarim Urgutda o'tgan. Ikkinchi o'rta maktabda o'qib, maktab davrlarimda sho'x bo'lganman. 8-sinfda haydab borishmoqchi bo'lishgan. Keyinchalik o'sha o'sib mahallam kichkinalik qilgandan keyin Urgut shahridagi maktabga chiqdim. Bu yerda ozroq yana o'qish davom ettirib, Samarqand turizm kollejiga o'qishga kirdim. O'qish davrlarim yaxshi o'tdi-da. Asosiy boshlanish narsa bu biznesga kirib kelishimni boshlanishi ko'proq telefondan boshlangan. 33 telefon chiqqan davrlar edi. Telefonga havasim ketib qoldi. Otam normalniy sostoyandagi odam edilar. Keyin dada yugurib keldim. Bitta telefon bering. Dadam aytdilarki, "O'g'lim, telefonni nima qilasan?" Dada hammada bor, ishlatishyapti. Menga ham bitta telefon bersangiz bo'lar. Dadam aytdi, "O'g'lim, telefon ishlatadigan odamni telefonda gaplashadigan gapi bo'lishi kerak." Men aytdim, "Dada, hay telefon olsam gaplasharman. Yo, oldin biznesing bo'lsa, keyin telefon olasan." Shundan ozgina jahlim chiqdi. Dadam shunaqa boy odam nimaga menga bitta telefon olib bermayaptilar. Keyin bozorga chiqishni boshladim. Ikkita jiyanimni yonimga oldim. Detski kiyimlar, mayda chuyda narsalarni olib chiqib bozorga savdo qilishni boshladim-da. Kechqurun 3 ta boshlanadi bozor, kunduzi 4 ta tugaydi. Rosa mehnat qilamiz, chang, qiyin, hali tajribamiz yo'qligi uchun juda ham qiynalib, hali ancha vaqt ishlab, 3 oy ishlab, shu telefonga yetadigan pul ishladim. Kechqurun soat 3-4 da bozordan keldim. O'sha pulga yetadigan pulni topganimda bozordan qaytdim. Kelib, uyda dam olib, yotib, uyqum kelmadi. Shu telefonni olishim kerak. Ertalab soat 8:30-9 da borib shu telefonni oldim. Kelib yonimga qo'yib 1 sutka uxladim. O'sha paytda birinchi o'zim topgan erkin pulni o'zim xohlagan maqsadda ishlash mumkinligini otam menga o'rgatgandilar. Keyin bitta mashina oldim. Otamdan endi mashina olib, Nexia olib, Samarqand Urgutdan Toshkentga odam tashish bilan shug'ullanaman. Mashina haydayman, ertalab 4 ta odam olaman, Toshkentga kelaman, Toshkentdan yana 4 ta odam olib Samarqandga qaytaman. Shunaqa holatlar bilan ozgina o'zimga kuchaydim. Keyin Urgutda joylashgan tapchka, salafan sexlariga Samarqandda, Toshkentda joylashgan Jomiy Krugdan paket olib kelaman.
paket olib kelaman bagajda. Endi u bir kun kirsam o'sha paket zavodda, salafan ishlatadigan obuv zavodda o'sha xuddi men ko'rgan paket uskunalari turibdi. Men aytdim, buni nimaga siz ishlatmayapsiz? Siz nimaga buni o'zingiz ishlatmaysiz? Aytdi, mutaxassislarim yo'q, ishlatishni bilmaymiz. Men aytdim, men ishlatsam agar qanaqa kelishamiz? U aytdi, turibdi bekor, 10% ol. Men aytdim, 50 ga sizga men pulni qo'yaman, mutaxassisni olib kelaman, 50 ga 50 ishlatamiz. Bo'ldi dedim, qo'l tashladim. Hali uni topib olamanmi, mutaxassis ko'nadimi, farqi yo'q. Birinchi tavakkal. Keyin borib turib, hali turk akamizga iltimos qildim. Aka dedim, zavodim bor, stanogim bor, ishlata olmayman. Haligi seriosni o'zim olaman, mahsulotni o'zim olaman, mutaxassis bering dedimda, uni 25% ga ko'ndirdim. 25%, otam faqat $40,000 berdilar, sherik bo'lib oldim katta zavodga. Keyin ishlarim yaxshi ketdi, endi kuchayib ketdim, krutoy bo'lib ketdim-da, xohlagan joyimda yurmayman, restoranlarga boraman, pul sochaman, hali boyib ketdim. Dadamni ham mensimay qo'ydim. Dadam aytdi, o'g'lim beriki. Ha, sen nima qilyapsan? Men aytdim, siz aytdingiz-ku, pul topsang nima qilsan qilasan, shunaqa qilyapman. Keyin, "Yo, sen hech kim emassan" dedilar. Qanaqasiga hech kim emasman? Meni zavodim bor, ishchilarim bor, shuncha ish qildim. "Yo, sen qilayotgan zavodda yeri menikimi? Meniki, puli menikimi? Meniki. Hamma narsa meniki. Sen sotayotgan zavodlar meni hurmat qilgani uchun olyapti. Olayotgan siryogni narsaga senga meni hurmat qilgani beriyor." "Yo'q, unaqa emas, men o'zim zo'rman" dedi. Dadam aytdi, "Bir tiyinga qimmatsan." Chiqdim. Zavod kalitini qo'ydim, mashinani kalitini qo'ydim, pullarni отчетini berdim. Men o'zim biznes qilaman, sizni orqangizdan yurmayman. Chiqayotgandim, ancha yurgandan keyin dadam to'xta dedi. Xudoga shukr. Dadam qaytarib bersa kerak deb keluvdimki, telefon bilan sim kartani ham qo'y dedi. Telefon bilan sim kartani ham qo'ydim, chiqdim ko'chaga. Endi boradigan joyim yo'q. Dadam hamma havoni qisib qo'ygan. Urgutda hech sharoit yo'q. Ketaman dedim. Shaharga ketaman. Shaharga borsam nima qilaman? Hech kimni tanimayman. Baribir ketaman dedim. Pulim yo'q. 2-3 kun o'tgandan keyin shaharga borib o'zim biznesimni qilmoqchi edim. Onam keldi. "O'g'lim, yaxshimisan?" "Yaxshiyam." "Sen nima qilmoqchisan?" "Men ona shaharga boraman, ishlayman." Keyin ro'mollarning ichidan hayotlari davomida otamdan tejagan, yiqqan $9,000 pulni berdilar. Mehribon onam birinchi haqiqiy investorim. Shu pul bilan biznesni boshlayman deb harakat qildim, chiqdim. Haqiqatan dadam praf bo'lib chiqdilar. Shahar meni yeb qo'ydi. Shaharda ishlarim ketmadi. Unga boraman, $5,000 ga aldanaman, bunga boraman, $3,000 ga aldanaman. Tog'amdan pul olib kelaman, bir ish boshlayman, hech nima o'xshamayapti. Hammasi rasvo. Keyin shu orada $200,000 atrofida qarzga kirdim. $200,000 u paytdagi hozirgi $200,000 emas. U seriozniy $200,000. $200,000 qarz bilan endi uyga kelaman. 22-23 yoshlarimda yozaman, chizaman, zerikarlik chiqishga yo'l yo'q, dabdala hammasi. Lekin mana shu joyga e'tibor berishlarini xohlardim. Masalan, koronavirus bo'lgan odam vaksina olsa, boshqa koronavirus bo'lmaganday bir yaxshi qarz bo'lib qiynalgan odam boshqa qarz bo'lmaydi. Eng katta motivatsiyani, eng katta hayotga kerakli vaqtlarim o'tdi. Keyin uyga onam sezib qoldi, endi kechalari uxlamayman, kimlardir qidirib keladi. Dadamga aytgan, dadam onam bilan ikkalari chaqirishdi, kiribdim xonaga. Ukalarimni hammani chiqarib yubordi dadam. Ha, aytdim, rasvos chiqdi. Dadam o'tirib
gaplashib o'tiribmiz, qog'oz qo'ydi-da, yoz dedi. Nimani yozaman dada dedim. Endi men zo'rman deb ketganman u. Qarzlaringni yoz dedi. Qanaqa qarzni yozaman dedim. Endi o'zim bilmaganga olyapman. Dadam eshitgan, tanish bilishlardan qarzim bor, 50 ming dollarcha pulni yozdim, o'zi 200. Yozib bo'lganimdan keyin dadam o'rnidan turdi. Ha, teparkanda deb o'yladim. Sekin qorong'u xonaga svet o'chganda borib, seyfini ochib turib 50 ming dollar pulni olib kelib stolning ustiga qo'yib, o'g'lim, men 25 yil, 23 yil senga umid qilganman, onang senga umid qilgan. Bizni dunyodagi borlig'imiz, ishonchimiz, hayotimizning mazmuni sensan. Agar sen mamlaqa bo'lib sinsang, orqaga ketsang, biz nima maqsadimiz qoladi? Buni ber, yetmasa binoyimni sotib ber, yetmasa uyimizni beramiz dedi. Keyin bu narsa menga hayotda faqat pul topishdan boshqa maqsad uyg'otdi. Men o'sha kundan boshlab shunaqa menga ishonib borini beradigan otamga, bir umr to'plagan hamma narsasini beradigan onamga yarashadigan farzand bo'lishni niyat qildim. Bu maqsadlarda ortidan shaharga chiqdik. Endi eng qiyin ishlarni qilishni boshladik. Eng bir hayotdagi nima deydi, qo'rqinchli ishlarni qilishni boshladik. Juda riskli ishlarni boshladik. Hamma narsaga 18 soat yonimda yurgan 5-4 ta odam bor edi, hammasi bilishadi. 18-19 soat mehnat qilamiz. Hamma narsaga jiddiy qaraymiz. Men otamning ko'zlariga muvaffaqiyatli bir odamlarni ko'rgan vaqtida chaqnash ko'rgandim. Men otamga yoqadigan o'g'il bo'lishim uchun muvaffaqiyatli bo'lishim kerak edi. Onamning ko'zlarida esa mehribon, odamlarga yaxshilik tilaydigan, xalqparvar, kasallarni holidan xabar oladigan, yaqinlariga bir mehr, muruvvatli insonni ko'rgan vaqtida ko'zida yosh kelardi. Onamga o'shanaqa o'g'il kerak edi. Bizneslarimiz yurishni boshladi. Hamma shaharda kamkoslarni 2 yil davomida, 3 yil davomida o'rgangan edik odamlarni gapirmasdan turib oldiga borganimda, so'zimni so'zlab bo'lganimda u nima deyishini tushunardim ko'ziga qarab. Mutaxassis bo'lgandim. Qarzlik davrlari meni tarbiyalagandi. Keyin bir restoranning oldiga borganman. Qiyin kunlardan biri, endi qishloqdan kelgan, kiyinishimiz xunukroq, basharamiz ham, gapirishimiz ham qishloqcha. Kirgizishmadi. Hali restoranga qo'yishmadi. Endi u tabiiy holat, face control deydi, bir balo deydi, qo'ymadi. Yonimdagi sherigimga aytdim, 1 yildan keyin ko'rasan dedim. 1 yildan keyin nima bo'ldi deb o'ylaysizlar? Shu restoranni sotib olib, hammasini qulavordim qo'ymaganlarni. Undan keyin bir kichik sharq. Bir kichik o'yinchoq zavodi ochdik. Xitoyga borib keldik. Xitoyga borib kelgandan keyin men bitta qoidani hozir aytmoqchiman. Men shu narsaga qattiq e'tibor berganman hayotimda. Doimo biznesda qancha pul topishimni o'ylamaganman. Biznesni boshlang'ich yillarini xuddi o'qish davrlariga o'xshatib, men hozir faqat biznesni o'rganishimni o'ylaganman. Investorlar chaqirganimda ham, sherigimni olganda ham necha foiz saniki, necha foiz meniki demaganman. Xohlagancha foiziga rozi edim, menga nomi qolsa yetardi. Bu shuni xurshid qildi desa, o'sha ishni qanaqa qilinishini o'rgansam bo'ldi. Shu menga yetadigan darajada bo'lgan o'yinchoq zavodimiz yaxshi yurib ketgandan keyin kabel zavod ochdik. Kabel zavodimizda ham ishlar yaxshi yurib ketdi. Keyin bitta andijonlik hoji akamiz kelib aytdilarki, Xurshid 5 million dollar kerak, bitta sement zavod quramiz dedilar. Bu endi 5-6 yil oldingi gap. Menda 500 ming dollar bor edi. Yana nima qildim? Yana boshladim. 500 ming bilan 5 million dollarlik ish. 5 million dollarlik zavodni boshlaganimdan keyin yonimdagi odamlarni olib kelaman, mashinamga mindirib, bu zavodni deyman, quramiz. Senga 300 so'mdan sement beraman, 200 so'mdan sement beraman. Ko'ndirib 5 million dollar, ular 5 million dollar biz tikishimiz kerak bo'lgan 10 million dollarlik sement zavodni ishga tushirib oldik va 1 yilda qarzlarimni uzib tugatdi bu zavodning foydasi.
endi rosa ham kuchayganman, sement zavodlari bor, endi tasavvur qilib ko'ring. Otam faxrlanishni boshladilar, onam xursand bo'lishni boshladilar. Sekin ko'proq odamni e'tiborini o'zimga tortish uchun sement zavodi yetmadi. Sement zavodi yetmasligining sababi sement zavod bir chetda joylashgan, shunga oid, shunga taalluqli bir 50, 60, 100 kishi uni biladi-da, lekin shahar uchun, respublika uchun yo dunyodan keladigan investorlar uchun vizitni karta, bir ko'rsatadigan narsa kerak bo'ldi. Samarqand shahrining markazidagi 20 ming metr kvadratli Makon Mall degan binoni sotib olib ta'mirladik. Foydasi uchun emas, faqat bizni bilishlari uchun. Shu joyda yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Endi bir narsa nima deydi, manfaatli bo'lsin deb. Hozir dunyoda, O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham hamma bizneslar zo'rda, lekin bizneslarning ichidan asosiy o'zini o'zi har yil narxini oshirib boradigan, siz zo'r tizim qurmasangiz-da sizga foyda olib keladigan narsa bu shahar markazlaridagi yer yoki binolar. Shahar markazidagi yer, binoni narxi oshib boraveradi. O'zini o'zi hamma vaqt, masalan, 1 million dollarlik binoyingizdan 10 ming dollar arenda olsangiz ham shu tursin. Chunki uni o'zini narxi oshish darajasi kattalashib ketadi. Xitoylik bir odam Pekindagi uyini Amerikadan do'sti telefon qilibdi, bir zo'r pizzaxona ochamiz, uyini sotdi, keldi. Bu odam Pekindagi uyini 500 ming dollarga sotgan. Amerikaga borgan, zo'r tizim qurgan, yaxshi biznes qilgan. 5 yildan keyin 5 million dollar pul qilibdi. Qaytib kelib Pekinga endi o'sha uyimni qaytib olaman desa, xuddi uyiga, o'zini uyiga o'xshagan uylarning narxi 6-7 million dollar bo'lgan ekan. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Asosiy narsalardan biri bu ko'chmas mulkni narxi oshib borishi. Biz restoran bizneslari hamma narsadan o'tib qurilish biznesiga keldik. Qurilish bizni Samarqandda yo Toshkentda ham qurilishlarimiz bor. Qurilish asosiy katta foydali bizneslardanligiga hisobga olib, yaxshi jamoa qurdik, odamlarga ishondik, investorlarimizga zo'r shartlarni berib, hozirgi kunda 41 ta korxonani boshqaryapmiz. Uch yarim ming inson faoliyat ko'rsatadi. 3,5 ming odam faoliyat ko'rsatadi. Korxonalarimiz jadal rivojlanib boryapti. Bu narsalarni hammasiga erishish uchun, bu narsalarni hammasi bo'lishi uchun, endi men hozir gapiradigan gaplarim faqat o'zimning tajribam, ustozlar aytib o'tdilar. Meni gaplarim bu qanaqadir bir qonun yoki bir kitoblarga, faktlarga asoslanmagan. Faqat o'zim bilganlarimni aytaman. Bu narsalarni amalga oshirishda menga 5 dona narsa yordam bergan. Birinchisi bu to'xtab qolmaslik. Videoga olib olsanglar ham, yozib olsanglar ham bo'ladi. To'xtab qolmaslik. Bu har qanday holatda, har qanday omadsizlikdan keyin yana oyoqqa tura bilish. O'zini maqsadini qattiq tutish. Maqsad bor odamni yengib bo'lmaydi. Har ko'chaga kirib kirish, har prinsipidan buzish, har prinsipni buzish, maqsadi yo'lida to'xtab qolmaslik. Ikkinchi narsa bu tavakkalchilik. Tavakkalchilikda gap ko'p. Tavakkalchilikda biz tavakkal qilgan vaqtimizda o'zimizni kuchimizga, bizni qila oladigan ishimizga qarab emas, Allohni bizga bera oladiganiga qarab tavakkal qilishimiz kerak. Bizga qiyin bo'lgan narsalar Allohning oldida juda ham oson. Uchinchisi orzu. Orzu bu nima? Uchinchi eng asosiy narsalardan biri, ko'pchilikda men shuni ko'rmayman, endi ko'pchilik bilan suhbat qilamiz. Orzu bilan maqsadning farqini. Hammada orzu bor. Mashina olaman, uy quraman, katta zavod qilaman, taniqli inson bo'laman, lekin uni qanaqa qilishni, maqsadini 1-2 deb yozib chiqsangiz, yo'li bo'lsa 3 kunda bo'ladi, 10 kunda bo'ladi, 1 yilda bo'ladi, 10 yilda bo'ladi. Orzu maqsadga aylanishi kerak. Yoki crest chizib tashlash kerak. Agar siz amalga oshmaydigan orzuni orqasidan umringizni o'tkazib yuborishingiz, bu eng katta xatolardan bittasi.
Tezda bir narsa, orzularingiz bormi, yozing, o'shaning ichidan amalga oshishi mumkin bo'lganlarini qanaqa qilib amalga oshishini planini tuzib olish kerak. Bu narsa ham menga ko'p yordam bergan. Undan keyingisi tushkunlikka tushmaslik. Tushkunlikka tushmaslik bankrot bo'lgan vaqtimda ham, odamlar ishonmaganda ham, eng qiyin kunlarimda ham o'sha hisob-kitob qilganman. O'sha 200 ming qarzdan keyin ham bundan 5-4 yil oldin ham bor narsam 5 millionlik, qarzim 10 millionlik bo'lgan. Lekin shunda ham tushkunlikka tushmasdan oldinga qarab harakatlar o'zining natijalarini bergan. Eng oxirgisi bo'lmasa bo'lmaydi degan gaplar bor. Bo'lmasa bo'lmaydigani bu duo. Bu sizni duo qilib turadigan ota-onangiz, yaqinlaringiz, o'zingizni sizni har kun ertalab turib, sizdan bir manfaat yoki manfaat bo'lmasdan turib, sizni yaxshi salom-alik qilishingizdan, borib qanaqadir hol-ahvol so'rashingizdan, ko'rgan vaqtingizda kulib turishingizdanmi doim duo qilib turadigan odamlar bo'lish kerak. Bizni korxonalarimizda asosiy yo'nalishi biz bir ish boshlagan vaqtimizda doimo Allohim shu ishni barakasini bersang, shundan 30%ni, 20%ni, 10%ni xayr yo'liga ishlatamiz, yaxshilikka ishlatamiz, odamlarni koriga yarashga ishlatamiz deb niyat qilamiz. Hammasi duo ko'p narsa keltiradi. Insonga duodan ko'ra bir gap bor. Taqdir o'zgarmaydi. Hamma peshonasiga yozilgan rizqini oladi. Doimo taqdir bir xil ketadi. Faqat duodan boshqa narsa bilan o'zgarmaydi taqdir. Bitta duo taqdirni o'zgartira oladi. Dunyoning eng yaxshi o'qishlarida o'qisangiz ham, dunyoning eng yaxshi bilimlarini olsangiz ham, menimcha duodan keyingi o'rinda yordam beradi. Bir e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan asosiysi duo. Endi yana nima demoqchiman, bir yaqinda YouTube'da bir videomiz chiqdi-da, video chiqdi. Shunga 3 millionga yaqin odam ko'rdi. O'shandan keyin har xil gaplar bo'lib ketdi, bizneslaringga zarar yetadi yoki bir tekshiruvlar keladi, xizmat aytiladi. Mana bugun o'shanga 3 oy o'tdi. Hech qanaqa bir davlatimiz tomonidan yoki prezidentimizni bizga yaratib bergan siyosatlarni mukammalligini o'zimda his qildim. Hech qanaqa bir xavfli vaziyat ko'rmadim. Qattiq mehnat qilmasak, agar qattiq bir o'zimizni avoylab, jonimizni avoylab, pulimizni, qo'limizda bor narsalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, agar biz bugun yoshlar mana shu yerda yig'ilgan hammamiz birlashib, bobomiz Amir Temur, Al-Buxoriy, Al-Xorazmiylarga o'xshagan qattiq mehnat qilib, yurtimizni masalan Dubayga yoki Singapurga boshqa joyga o'tkazmasdan chetdan bir o'tib ketishga haqqimiz bor ekanmi? Hech qaysi birimizda haqqimiz yo'q. Yaratib berilgan bu katta imkoniyatlardan bor kuchimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. 18 soat ishlashimiz kerak. 2, 5, 10 marta o'xshamasin, 11-siga tura olishimiz kerak. Ben shu 4-5 yillik hozirgi o'zgarishlarni o'zimizni qo'llab-quvvatlashlarni badanimga his qilgan holda O'zbekistonni bir tadbirkor sifatida, bir o'g'loni sifatida hammalaringni birgalikka O'zbekistonda qo'rqmasdan prezidentimizning siyosatlariga qattiq ishonib, bardam qadamlar bilan davom ettirishlaringni, birgalikda bir kuchli bir jamoa yaratib, bitta korxona, 10 ta korxona emas, bitta O'zbekiston yasashimizni tilab qolaman hammalaringga. Salomat bo'linglar. Manda tugadi. Yana bir 5-10 yil yashasam, yana to'plansa kelib aytib beraman, hozircha shu. Qiynalgan vaqtlarimizda bir yaxshi farg'onali o'rtog'im bo'lardi-da. Shu odam aytardiki, "O'rtoq,
siz bilan biz atom bombani yasashni bilamiz, pulimiz yo'q-da derdi. Shundan keyin investorlar bilan muomala. Hozir menda mana tepada Xitoydan 30 million dollar tikkan o'rtog'im o'tiribdi yoki yonida turklar bor, juda katta investitsiyalar kirityaptilar. IT loyiha boshladik. IT loyihamizni TAP.uz deb nomlaganmiz. U IT loyihamiz ham hozir o'zimizning banklarimiz, o'zimizning platejniy sistemalarimiz bilan yaxshi jadal rivojlanyapti. Odamlarni ishonish uchun birinchi g'oyangizga o'zingiz ishonishingiz kerak. O'zingiz borigingizni, tikkaningizni ko'rgan investor sizga ishonadi. Ish to yo'liga tushguncha, hamma narsa joyiga kelguncha pulga nazarni qaratmaslik kerak. Hali boshlanmagan ishdan foyda olishni o'ylamaslik kerak. Meni nuqtai nazarim bo'yicha. Ish bo'lsin, o'xshasin, foydasi keladi. Shu narsalarni